Koreya ko'chalarida sayr qilib yurganda bitta narsaga e'tibor berdim, ya'ni naqadar insonlar haqida o'ylanganligi. Kichik narsalarda bu narsani ko'raman va hayron qolaman. Masalan, siz yo'lni u betidan bu betiga o'tmoqchisiz, mashina yo'lni u betidan bu betiga o'tmoqchi bo'lsangiz, peshxodlarda soyabon bor. Ana shu soyabonning tagida turib, toki yashil yonguncha kutib, keyin o'tasiz. Ya'ni shu narsalargacha tushunilgan, insonlar issiqda qolib ketmasligi uchun. Juda ham hayron qoldirdi bu narsa meni. Kulturniy shok. Ekan o'sha soyabonlar. Mana yo'lning mana bu betida ham xuddi shunaqa soyabon bor. Ya'ni juda ham ajoyib. Turib qolishmasin deb o'ylab qo'yilgan yokida bular shunchalik darajada koreyslar quyoshdan qo'rqishadi va ular nimaga buncha chiroyli, nimaga buncha yosh ko'rinadi yoshiga nisbatan degan savolga qisman javob topgan deyman.